Vatanni sevish, uni sog'inib yashash insonni tabiatida mavjud bo'lgan his bu. Ana shuning uchun ham kishi o'z yurtidan qancha uzoqlashsa, nima bo'ladi? Vatan sog'inchi paydo bo'ladi. Har qanday insonda bo'ladi. Odatda men o'zim kuzatganim 40 yoshdan keyin mana shu narsa juda ham his qilinar ekan. Ba'zi yoshlar chiqib ketadi, yoshlik paytida ish bilan, ta'lim bilan, boshqa bilan mashg'ul bo'lib, ko'p unchalik ham his qilmasligi mumkin. Lekin 40 dan 50 dan oshgan insonlar bilan, o'z vatanidan boshqa joyda yashayotgan kishilar bilan suhbatlashing, ularning ikkita gapidan bittasi o'zini tug'ilgan joyi haqida bo'ladi. Demak, yoshi o'tgan sari inson yana ham nima qilar ekan? Ko'proq vatanini qumsar ekan. Vatan sog'inchi yana ham ziyoda bo'lar ekan. Hatto mana shu sog'inch payg'ambar alayhisalomning o'zlarida ham bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makka mukarramalarda yashaganlarida mushriklarni o'shiga nisbatan dushmanligi, adovati nihoyatda kuchayib, hatto payg'ambar alayhisalomning jonlariga qasd qilishgacha borgandan keyin payg'ambar alayhisalom nima qildilar? Majbur bo'ldilar o'z vatanlarini tark etishga. Jonlariga qasd qilishga borgundan keyin. O'shanda ham Alloh taoloning buyrug'i bilan Madinaga hijrat qildilar. Va payg'ambar alayhisalom o'z vatanlaridan chiqar ekanlar. Hali vatandan chiqishdayoq payg'ambar alayhisalomda vatan sog'inchi boshlandi, mahzunlik boshlandi. O'zlari tug'ilib o'sgan diyor, o'zlarini qarindosh urug'larini tashlab ketishlik og'ir kelgandan payg'ambar alayhisalom nima dedilar? Ma atyabaki min baladin va ahabbaki ilayya. Ey Makka, sen men uchun qanday ham sevimli va qanday ham yoqimli shaharsan dedilar. Qarang, hali vatandan uzoqlashganlari yo'q. Walaula anna qawmi akhrajuni ma sakantu ghayrak dedilar. Qarang, agar qavmim, o'zimni qavmim meni sendan chiqarmaganda edi, Makkaga qarab aytadilar. Meni sendan chiqarmaganda edi, ma sakantu ghayrak, sendan boshqa shaharda yashamas edim dedilar. Qarang, payg'ambar alayhisalomni vatanga bo'lgan muhabbatlarini.